Qaysi kasb egalari ko'proq semiz bo'lishadi? Ofisda o'tirib ishlaydiganlar yoki o'qituvchilar? Ofisda ishlaydiganlar, sababi ko'p o'tirilganda energiya sarfi kam bo'ladi. Taksistlar yoki trak haydovchilar? Trak haydovchilari, chunki ular uzoq masofada soatlab uzluksiz o'tirishadi. Tish doktorlari yoki sartaroshlar? Tish doktorlari, Quruvchilar yoki yuk tashuvchilar? yuk tashuvchilari, sababi harakat ko'p bo'lganligi uchun tez och qolib ko'p yeb qo'yishadi. Tikuvchilar yoki kosmetologlar? Tikuvchilar, Avtomexaniklar yoki santexniklar? avtomexaniklar, sababi uzoq vaqt egilib bir joyda turib ishlashadi. Sotuvchilar yoki yetkazib beruvchilar? Bu yerda sotuvchilar, Oshpazlar yoki ofitsiantlar? albatta oshpazlar, Ofisda ishlaydiganlar yoki trak haydovchilar? albatta trak haydovchilari, Tish doktorlari yoki yuk tashuvchilar? tish doktorlari, Tikuvchilar yoki avtomexaniklar? 100% tikuvchilar, Sotuvchilar yoki oshpazlar? aniq oshpazlar, Trak haydovchilar yoki tish doktorlar? trak haydovchilari, Tikuvchilar yoki oshpazlar? tikuvchilar, Va nihoyat final. Trak haydovchilar yoki tikuvchilar? 100% trak haydovchilari, chunki ular kun bo'yi uzluksiz o'tirib yo'l yuradi. Ovqatlanish yo'lda tartibsiz va ko'pincha nosog'lom bo'ladi. Uyqu rejimi esa har doim har xil. Shuning uchun ularda semizlik ko'p. Shavkat Beka, har qanday kasb egasi semirib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Men sahifamga obuna bo'lib, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Direktdan sog'lom ozish menyusini sizga yuboraman.